Akamning televizor ko'rayotganda reaksiyasida bo'lib ko'ramiz. O'zi televizor emasmi, hamma mayli. Uyga borib uxlayotganda reaksiya. Puling bo'lsa kartada, yotasan divanda. Hoy, nega? Sen meni videomga like bosdingmi? Yo'q, like bosmading. Men shuncha motivator gaplarni ayamasdan like bosmading. Tezroq obuna bo'lib like bosib qo'y, bundan ham qiziqroq videolar chiqishi uchun. Tushundingmi? Bu albatta hazil. Neto tushunmaylar. Men bu prikolniy gaplarni o'zimlab tashlaman. Davay, like bos. Düz obuna ham bo'l. Jigar, unda davay, let's go baby. Lekin like bos, nigger. Men seni mehnatingga like bosib obuna bo'laman-ku. Sen nimaga meni videolarimga like bosib obuna bo'lmaysan? Tezroq like bos. Nega? Men zerikmay 1 soat zerikib o'tirishingni qaytaryapman. Nega? Tez like bos. Yana bir narsa. Men o'zim 1 soat, 2 soat kutib o'tirdim. Zerikib qachon obunachim bo'lar ekan. Sen esa obuna bo'lmading-a, nigger. Bolalar xafa bo'lish yo'q, chunki bu oddiy prikolniy gap edi-da, bolalar. O'zinglar o'ylaganinglardek prikolniy gap edi. Xafa bo'lmanglar yana videomga. Prosta bu video like bos. Nigger. Bu gapim albatta qasd. Bolalar like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, shunday kulgili videolar chiqishi uchun. Davay bolalar. Let's go. Unda videoga go. Video shu og'zini ochib yotgan oka haqidamidi? WhatsApp ismdan chiqib qoldi. Albatta kommentariya yozib qo'yinglar. Davola. Rosam og'zim ochib yotibdi. Uxlayapmi o'zi? Yo bu okada emasmidi video? Yoki mana okadamidi gap? Yo bolalar, menimcha bu okada ayb yo'q. Prosta achkisini ishlab qo'yishganda bolalar. Men ishlamadi. Menga tunka urmanglar. Darrov sen ishlang deb. Windan yoki kaputdan deb tunkamanglar men kommentda. Asam bizlarga negativ fikrlamanglar yana bolalar. Bu oddiy kulgili video. Menimcha bu neger akada emas, ayb. Menimcha mana bu sevgidan kuygan bolada gap. Bu xomush ko'rinyapti, labini qaranglar kattaligini. Menimcha sevgidan kuygan bola haqida video, mana o bola haqida. Menimcha, Hoka, muncha xafasan. Nima bo'ldi? Yaxshi ko'rgan qizing tashib ketdimi? Uka, yomon ish qilsan. Pultni ham yeydimi? Televizor kerak bularga. Sevgidan kuysang, obunaching pasaysa, likeing pasaysa, bizdan pultni yema, tiqiladi. Men prosta ogohlantirdim. Bratishka. Pultni yema, o'zingga solma. Yo obunaching kamayib ketdimi? Menga o'xshab. Obunaching kamaygan yo sevgiling tashib ketgan, pultni yeyapsan-ku, qara. Yomon gapirgan bo'lsak hammadan uzr so'raymiz. Xayr bo'lsin.